Assalomu alaykum. Yana vlog ishqibozlari. Bugun 2025 14-aprel. Yana vlogimiz. Birga ham qo'l kirmaydi. Mana seximiz. Mana latoklarimiz bor. Mana tumbalarimiz. Mana ko'chani o'ziga 1000 ta g'ishimiz bor. Tayyor g'ishlar. Mana bu yoqda bor. Общий 3500 ta g'ishimiz tayyor. Mana ke og'illar. Og'il qilganmiz. Pinoblokdan. Larimiz. Bu endi ikkita joydan sesma aylanganda armatur tashlab mana ko'rinib turibdi. Mana shu belidan bitta aylangan sesma armatur bilan oxirisiga aylangan keyin. Ba'zi bir negativlarga bo'ladi bu video obrishinamiz. Pena blogimizni televizorda ko'tarmaydi, og'ir yuk ko'tarmaydi debdi. Endi u g'ish bilan ishning farqi bor. Bizda chiqarayotgan pena blog g'ishimizga sement, pena, suv, hamma narsa norma solamiz. Agar norma solingandan keyin g'ish qattiq, baquvvat har qanday yukingizni ko'tara oladi. Hozir gapimni isbotlab beraman. Mana qo'limdagi mis 20 litr chelak ichida suv bilan gapimni isbotlab beraman g'ishimning sifatini. Mana 20 kilo yuk g'ishimizning sifatiga baho beraman sizdan. Ko'tarmaydi ayrim negativlarga mana obrishinamiz, pena blogimiz sifatiga har tomonlama javob baquvvatligiga. Mana kelaverasizlar. Ishimizni sifatiga 100% garantiya beramiz. Manzil Surxondaryo viloyati Denov tumani Qizilgul mahallasi. Mana pena blogimiz ortib berish xizmati ichida 12 ming so'm. Agar o'zi ortib ketsa 11,5 ming so'm. Lombard xizmatlarimiz bor. Kvadrati 35 ming so'm. Sement, gipс, pena, hamma ishchi xizmat hammasi o'zimizdan 35 ming so'm. Uyda egasidan faqat tok, suv boshqarib bersa bo'ldi.